Assalamu alaikum hürmetli televizyon köyküçüler. Uygur televizyosunun gündelik haberlerini görüşünlerini karşılamız. Xitay akbaratlarının Uygur kebaplarını özünün kılıp elişi dikkat kozgumakta. Amerikalık Uygur Elnigar Eltabir Aksaray'daki yeni hizmetini başladı. Mısır'ın paytaxtı Kahire'deki Rabaa meydanı boşalğandan bu yan 60 bin kişi zindana taşlandı. Türkiye Kızılay Cemiyeti 51 devlette kurbanlıqta qatdı. Tövende dektanlar haberlerimizden tepsili mezmunları bolsun. Uyg'urlarning taom madaniyatidagi eng qadimiy mazmunlardan bo'lgan zixliq kabobning yaqindan buyon Xitoy axborotlarida Xitoy kabobi degan nomda tunishtirilishi bir qism kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'amoqda. Xitoy Yer shari vaqt gazeti 13 avgust e'lon qilgan bu vaqtdagi maxsus maqolada Xitoy kabobi nomli yemaklikning chet elliklarni yerlik restoranlarga jalb qilishda zo'r roli bo'lganligi, Uyg'urcha kabob pishirayotgan bir Mo'ng'olning rasmiy xabariga qistirilgan. Maqolada Latin Amerikasi, Janubiy Osiyo va boshqa joylardan xizmat va o'qish sababi bilan Xitoyga kelgan chet elliklarning Xitoy kabobini yaxshi ko'rib qolganligini alohida ta'kidlash orqali Xitoyning xalqarodagi hammalik kishini jalb qiladigan bir makon ekanligi xijilmi bo'lmasdan tashviq qilinmoqda. Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdulil Qarqash apandi bu vaqtda bayonot e'lon qilib, Xitoy kabobi degan atalg'uning qo'llanishi navbatdagi Uyg'ur madaniyatini yo'qotish harakatida o'tirg'i chiqayotgan madaniyat tajovuzchiligining yana bir tipik misoli. Buningdan 25 yil muqaddam Wang Lobing degan o'g'ri Uyg'urlarning necha yuz yildan beri etib kelayotgan Avanchin qatorliq xalq naqshilarini plastinka qilib chiqarib, hech aymanmay mening ijodiyatim deb jar solgan. Bundaq misollar nihoyat ko'p. Madaniyatimizga ega bo'laylik va varislik qilaylik. Bo'lmasa dushmanning sharafiga xizmat qiladi dedi. Amerikalik Uyg'ur tadqiqotchi Elnigar Eltabir Amerika Davlat Xavfsizlik Kengashining Xitoy ishlari bo'limining direktorlik vazifasiga tayinlangan. Tashqi siyosat jurnalining 14 avgust xabarida Trump hukumatining Elnigar Eltabirni mazkur vazifaga tayinlanishi simvollik ma'noga ega bo'lib, buning Amerika Xitoy o'rtasidagi savdo suhbati va boshqa munosabatlarga ta'sir ko'rsatish ehtimolligi borligi. Buningdan keyin qiladigan ishlari va rol haqida tafsiliy tushuncha berilib, Xalqaro kechirim tashkiloti Osiyo Tinish okean bo'limining boshqaruvchisi Fransisko Benkozim Elnigar Eltabirning bu xizmatga o'ltirish haqida so'z qilib, Xitoy hukumat xodimlari bilan bo'lgan suhbatlarda ustalning qarshi tarafida bir Uyg'urning o'ltirish ehtimolligi kishini to'limi hayajonga soladi degan. Ma'lum bo'lishicha, Elnigar Eltabir Trump hukumatidagi eng muhim masalalarning biri bo'lgan Xitoy siyosiy masalasini bartaraf qilishga yordamlashadi ekan. Ular yana Amerika Xitoy o'rtasidagi savdo, harbiy va kishilik huquq masalalarini o'z ichiga oladi ekan. Navbatda Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqining kishilik huquqlarining eg'ir ziyonkashlikka uchrayotgan bir paytda Amerikadagi bir Uyg'urning Trump hukumatidagi yuqori darajali xizmatni o'z ustiga ola olishi Uyg'ur vaziyatiga ko'ngil bo'lguvchilarning diqqatini qo'zg'adi. Musulmon qarindoshlar tashkilotining bosh kotibi Mahmud Husayn Misrning poytaxti Qohiradagi Rabaa va Nahsu maydonlari 2013-yil 14 avgust kuni qurol kuchi bilan majburiy bo'shatilgandan keyin 60 ming kishining zindonga tashlanganligini bildirdi. Husayn Rabaa maydoni bo'shatilganligining 6 yillik munosabati bilan Istanbulda o'tkazilgan konferensda qilgan so'zida Rabaa va Nahsu maydonlarining bo'shatilishining zamonaviy Misr tarixidagi qonunliq haq huquqlarini talab qilgan insonlarga qarshi yurgizilgan qatlam ekanligini eskartish bilan bir vaqtda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bu qatlamni yurgizganlarga qarata qilini ta'virtibmi qo'ymaganligini, Qohiradagi Rabaa va Nahsu maydonlari 2013-yil 14 avgust kuni qurol kuchi bilan majburiy bo'shatilgandan buyon 60 ming kishining zindonga tashlanganligini, Misrning demokratik yo'llar orqali tunji saylangan prezident Muhammad Mursining tibbiy ehtimollar natijasida shahid bo'lganligini ta'kidlab, bu eng qo'rqinchli bir siyosiy raqobatdir va eng axloqsizliklarcha intiqom yangidir. Misr navbatda boshdan kechirayotgan iqtisodiy siyosiy krizislar tufayli prezident Sisining hokimiyati ancha uzun davomlashamaydi degan. Türkiye Kızılay Cemiyeti'nin Qurbaniyati munosabati bilan Zanzibarda turishliq Türkiye Kızılay Cemiyeti'nin muavin boshlig'i Naji Yorulmaz bayonot e'lon qilib, Qurbaniyati munosabati bilan O'rta Osiyo va Janubiy Osiyo, Amerika, O'rta Sharq va Afrika qatorliq 51 davlat va rayondagi 100 nuqtada 4 million 500 ming kishiga qurbonlik go'sht taqdim berganligini bildirdi. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.